Assalomu alaykum. Andijon Tunuka kanali kuzatib boruvchi do'stlar. Andijon viloyati Bo'taqara qishlog'ida yana bir fayzli xonadonimizda tunuka ishlarimizni qilib berdik. Bu ishimizda oq mokri ranglardan foydalanganmiz va darvozaxonalariga do'ppichalariga tilladan foydalanganmiz. Tilla do'ppi, tillalarni tillab qo'yib berganmiz va darvozaxonamizning o'rtasiga 8 tali oyna rombilarimizni qo'yib berganmiz. Ko'pchilik do'stlar noto'g'ri o'ylaydi ekan, bu rombi ichidagi oynalarimiz tunuka fondi ichiga kirib ketib qoladi deb. Yo'q, aslida do'stlar, bu tunuka fondi ichida emas, отдельный hisoblanadi. 8 tasi 200 ming so'mga o'rnatib beramiz. Va do'stlar, uyda ichi ham qilib berganmiz shapkalarni. Bu tanlagan fasonimiz uyga qanchalik darajada mos tushishi haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Qanchalik darajada mos tushgan bir-biriga darvozaxonaga, uyga qanchalik darajada mos, yaxshi fason tanlanganmi yoki yomon, yaxshi fason tanlanmagan, shu haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Akalar, sizlar musofirda bo'lsanglar Telegram, WhatsAppdan yozinglar, ekranda raqamlarga bog'lansanglar, biz javob beramiz. Uyingizni razmerini bilsangiz, bizga aytsangiz, biz hisob-kitobini ham qilib beramiz. Bu uyimizga akalar 102 kvadrat tunuka rasxodga ketgan, hamma bukilishlari hamma yo'q ichida. Darvozaxonada do'ppi tillalarda hammasi qo'shganda 102 kvadrat tunuka rasxod qildik. Va 1 kvadratdan do'stlar 130 ming so'mdan hozir kunda qilib bermoqdamiz. Sizdan faqat obed qilib bersangiz bo'ldi. Qolgan hamma xarajatlari ichida 130 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga ham shunaqangi uyga tunuka fon qildirmoqchi bo'lsa yoki fasonlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga bog'lansanglar, tashlab hisob-kitob ham qilib beramiz. Do'stlar, hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yinglar.